Parvardigor, shu mushkulamni o'zing hal qilib bergin. Sen hamma narsaga qodirsan-ku. Mustor bo'lib turib duo qilyapman. Kimga boraman? Sen hamma mushkulalarni hal qilasan. Parvardigor, o'zing hal qilib ber. Shu odamlarga zor qilmagin. Seni qudratingda yo'q. Senga oson-ku. Gaplashib ketasiz. Boshida noqulay bo'ladi. Bu yoqqa qarab qo'yasiz. Birov eshitmayaptimikin? Odamlar bu miyasi aynib qoldi demayaptimikin? Ammo shu munojotni davomiy suratda qilasiz, hech narsa sizga yoqmay qoladi keyin. Illo Allohga bo'lgan munojot. Birov yolg'iz ketsa, sherik bo'ladi desa, unamaysiz chunki gaplashib ketyapsiz. Birodar, mustor bo'lib Robbingga iltijo qil, munojot qil, buni mazasini totib ko'rgin-da. Parvardigoringga duo qilishingni o'zi birodar ibodat hisoblanadi. Alloh taolaga astoydil munojot qilgan, astoydil duo qilgan mo'min musulmon ancha-muncha maydan-chuydan narsaga parvo qilmaydi.